Voydo, jigar, qayerdan topaman shunaqa narsalarni? Qarang, turishini qarang, jigar. Aynan siz uchun shunaqa zo'r narsa topib qo'ydim-u. Rosa bosib yuboradigan joyi. Hoji aka, bitta bosib yubormaysizmi? Qarang. Premium klassdagi o'z yonuvchan pista ko'mir briketlari. Eng so'nggi kачестводagisi. Premium kачествоda Max Fire'dan Magia 1 kilolik o'zi yonadigan. Voy eshak. Buni qarang, buni upakovkalariga baho bering. Eng so'nggi oxirgi premium bo'lar ekan. Xo'p, bu 1 kilolik qadoqda bo'ladi. 1 kiloligini bemalol oshna og'aynilar bilan dajaga chiqqanda bemalol 10 kishi uski kurib olib, shundoqqina bitta gugurt chaqsangiz bo'ldi. O'zi yonib, o'zi cho'g' bo'lib tayyor bo'lar ekan. O'zi vodiyda mana shunaqa biznesmen okaxonlarimiz juda ham ko'p shu narsani olib kirishgan ekan. Bitta qo'ng'iroq qilinsa, o'zligi aytgan joyingizga, magazingacha, sotuv bo'limlaringizgacha yetkazib berishar ekan. Nomini eslab qoling. Nomi Magia 1 kilolik upakovka qadoqda bo'lar ekan.